Evet do'stlar, bu seximizda ko'rib turganingizdek gazabloy g'ishtlarni ishlab chiqariladi hamda stanoylarni tayyorlab beriladi. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziq videolar qo'yib boramiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek seximizda mana gazabloy g'ishtlarini ishlab chiqariladi hamda avtoreskalarimizda razmerlari kesiladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek 2 kishi bu seximizda xotirjam kuniga 400 ta blok kuyishyapti. 30 ta, 40 ta qolip to'g'irlab, xotirjam liniyalarga mos holatda qilsa bo'laveradi. Mana tip listalarimizni gazabloy ishlab chiqarish sexiga aylantirib tashlaganmiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek hamda poddomlarga taglab chiroyli qilib qo'yganmiz. Klientlarga yetkazish maqsadida 2 kishi kuniga qish kunida sovuqqa qaramasdan mana akalarimiz 2 kishi kuniga akalar 250 ta 300 tagacha kuyyapti. Yozgi kunida 2 marta kuysa bo'laveradi. Qish kunida sovuqligiga 1 marta kuyishyapti. Endi qo'yingki qishda 300 ta bo'lsa, yozda 600 tagacha kuyaveradi xotirjam 2 kishi do'stlar. Liniyaviy holatda suv bochkalari-yu, mishalkalari-yu, hattoki avtoreskalargacha qilingan chiroyli qilib o'ziga mos, o'ziga udobniy qilib tayyor qilib olishgan seximizda hamda poddomlariga ko'rib turganingizdek chiroyli qilib klientlarga tayyor holatda dastavkalarigacha qilib berilyapti gazabloy g'ishtlarini do'stlar. Hamda bu seximizda gazabloy g'ishtlaridan tashqari stanoylarni ham tayyorlab beramiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek kelaverasizlar, xohlagan akalarimiz kelib o'rganib ketishi mumkin. Xohlasa shu yerda qolib, bir kun, 2 kun qolib o'rganib, Qo'g'ay Texnodan sifatli hamda arzon uskunalar xarid qilsa bo'ladi. Komplekt tayyorlab qo'yganmiz. Gazabloy stanoyi desa gazabloy, penabloy stanoyi desa penabloy, polistrabloy stanoyi desa polistrabloy stanoyigacha tayyor qilib qo'yganmiz do'stlar. Hamda bu seximizda gazabloy stanoylarini kichkina ish boshlagani $1,500 bilan mishalkalari do'stlar ko'rib turganingizdek xohlasa 220, xohlasa 380 ga tayyorlab beramiz. Hamda suv bochkalari, 2 ta qolipi, rushnoy reskalarimiz arralarimizgacha mavjud. Komplektda shular bo'ladi do'stlar. Qo'yingki tayyor holatda qilib beriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Hattoki suv bochkalarimizni gradislarigacha, qo'yingki tentlarigacha, 2 ta tentlarigacha hamda suv nasoslarigacha tayyorlab qo'yilgan. Suv bochkalarimiz 1 tonnalik do'stlar. Ko'rib turganingizdek mishalkalarimiz murojaat uchun ekranda raqamlar